Rossiyalik deputat o'zbek diasporasining sobiq rahbarini tekshirish yuzasidan Bosh prokuraturaga so'rov yubordi. O'zbekiston xorijliklarga soddalashtirilgan tarzda yashash guvohnomasini beradi. Rossiyada og'ir kasallikka chalingan o'zbekistonlik vatanga qaytarildi. Nelegal migrantlar bo'yicha Nijniy Novgorodda reyd bo'lib o'tdi. Rossiyalik deputat o'zbek diasporasining sobiq rahbarini tekshirish yuzasidan Bosh prokuraturaga so'rov yubordi. Bahrom Ismoilov bizning fuqarolikni oldi, lekin u yuragini boshqa davlatga tashlab kelganga o'xshaydi. Xalqimiz va Bosh prokuratura bu o'zbek xayolparastiga o'z yo'lini topishga yordam beradi. Surishtiruvlar tayyorlayapmiz, dedi LDPR yetakchisi Leonid Slutskiy. Migrantlar uchun rus tili imtihonlari Rossiya budjetiga $30 million keltirdi. Mehnat migrantlarining rus tilidan imtihon topshirishi Rossiya budjetiga qo'shimcha 2.5 milliard rubl, ya'ni $30.4 million olib keldi, dedi Davlat dumasidagi Yedinaya Rossiya fraksiyasi rahbari Vladimir Vasilyov. Uning so'zlariga ko'ra, avvallari bu mablag'lar korrupsiyaga ketgan bo'lsa, hozir g'aznaga tushgan. 2024-yil oktyabr oyida Davlat dumasi migrantlar uchun til imtihonlarini o'tkazish bo'yicha davlat organlarining mutlaq huquqini joriy etuvchi qonunni qabul qildi. Davlat dumasi raisi Vyacheslav Volodin bu tashabbus aldov va imtihon komissiyasining korrupsiyasi xavfini kamaytirish uchun zarur ekanligini aytgan. Noyabr oyida Ta'lim va fan vazirligi ushbu imtihonlar uchun yagona narxlarni belgilashni taklif qildi. Dekabr oyida hukumat imtihonlarning yagona narxini tasdiqladi. Shunday qilib, fuqarolikni olish rus tili imtihonining narxi 295 ming rublni tashkil qiladi. Xuddi shunday narx Rossiya tarixi va Rossiya qonunchiligi asoslari bo'yicha imtihon uchun ham belgilangan. Vaqtinchalik yashash uchun ruxsatnomasi, ya'ni RVP yoki yashash uchun ruxsatnoma, ya'ni VNJ olishda rus tili, tarix va qonunchilik asoslari bo'yicha imtihon narxi 5.9 ming rubl. Ishlash uchun ruxsatnoma yoki patent olishda rus tili, tarix va qonunchilik asoslari bo'yicha imtihon narxi 3.8 ming rubl miqdorida belgilangan. O'zbekiston xorijliklarga soddalashtirilgan tarzda yashash guvohnomasini beradi. 2025-yil 1-iyundan xorijiy davlatlar fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga $200 ming hamda ularning har bir oila a'zosiga, ya'ni turmush o'rtog'i, farzandi va ota-onasi $100 ming to'lovlar evaziga O'zbekistonda yashash guvohnomasi 5 yil muddatga soddalashtirilgan tartibda beriladi. Janubiy Koreya O'zbekiston fuqarolari uchun viza tartibini soddalashtirishi kutilmoqda. Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, muzokaralar chog'ida mehnat migratsiyasi va O'zbekiston fuqarolari uchun viza tartib tamoyillarini soddalashtirish sohasidagi ikki tomonlama hamkorlikning asosiy jihatlari muhokama qilindi. Kun tartibidagi asosiy mavzular Janubiy Koreya mehnat bozori uchun yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash, shuningdek qo'shma o'quv dasturlarini ishlab chiqish va ishga jo'nab ketishdan oldingi tayyorgarlik uchun yangi ta'lim tashabbuslarini yaratish masalalari bo'ldi. Viza talablarini soddalashtirish, shu jumladan o'zbekistonlik mavsumiy ishchilar uchun qulay imkoniyatlar yaratishga alohida e'tibor qaratildi. Rossiyada og'ir kasallikka chalingan o'zbekistonlik vatanga qaytarildi. Vaqtincha ishlash uchun Rossiya Federatsiyasi tarkibiga kiruvchi Tatariston Respublikasiga borgan fuqaro ish jarayonida sog'lig'ida kuzatilgan jiddiy muammolar tufayli shifoxonaga yotqizilgan. Fuqaro O'zbekistonning Kazan shahridagi bosh konsulxonasiga yurtiga qaytarilishi bo'yicha murojaat qilgan va O'zbekistonga qaytarilib, murojaati qanoatlantirilgan. Yaqin oylarda Burger King O'zbekistonga kirishi mumkin. Dunyodagi eng yirik va mashhur fast food tarmoqlaridan biri Burger King yaqin oylarda O'zbekistonda paydo bo'ladi. Bu haqda kuni kecha 18-aprel kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev o'tkazgan iqtisodiy tebranishlarning O'zbekiston soha va tarmoqlariga ta'sirini yumshatish chora-tadbirlari bo'yicha video selektor yig'ilishida salqin ichimliklar ishlab chiquvchi International Beverages Toshkent ta'sischisi Shuhrat Ergashev ma'lum qildi. Shuhrat Ergashev prezident bilan muloqotda kompaniya Burger King bilan kelishuvga erishganini, O'zbekistonda fast food restoranlarini ochish uchun litsenziya olganini qayd etgan. Biz 10 yil oldin ularning ortidan yugurib O'zbekistonga kelishlarini iltimos qilardik. Hozirgi kunda ular bilan kelishib oldik, O'zbekiston Respublikasiga litsenziyani oldik.
2-3 oyda bizda Burger King nomli kompaniyalar ochiladi. Bu nafaqat Toshkent bo'yicha bo'ladi, ular bizga markaziy ofisni Toshkentda ochib, butun O'rta Osiyoning litsenziyasini berishni taklif qildi, dedi u. Shuningdek, Shuhrat Ergashev xorijiy investorlar yangi bozorga kirishdan oldin ushbu mamlakatda Burger King yoki McDonald's kabi brendlar bor yo'qligiga qiziqishini va ular uchun sarmoya kiritishda bu muhim belgi ekanini qayd etgan. Eslatib o'tamiz, mazkur yig'ilishda 1-iyuldan boshlab birorta tovar eksportiga cheklov bo'lmasligi e'lon qilingandi. Faqat 86 ta tovar guruhiga kirgan xomashyo va ijtimoiy ahamiyati yuqori mahsulotlarga nisbatan eksport bojlari joriy qilinadi. Nelegal migrantlar bo'yicha Nijniy Novgorodda reyd bo'lib o'tdi. 31 ga yaqin fuqarolar qo'lga olingan, undan yarmidan ko'prog'i patentsiz ishlagan. 10 dan ortiqroq muhojirlar Rossiya hududida umuman bo'lmasligi tasdiqlandi. Jami bo'lib 27 ga yaqin protokollar tuzildi. Reydlar kuchayib davom etmoqda. 11-26 prezident ukazi bilan chiqarilgan amnistiyaga bor yo'g'i 11 kun qoldi. Hurmatli fuqarolar, hujjatlaringizni tartibga keltirib olish uchun atiga 11 kun vaqt qoldi. Kommentariyalarga o'tamiz. Xurshid Yusupov: Assalomu alaykum. Rossiyaga Samarqand, Toshkentdan avtobus bilan tojikistonlarni olib borib bo'ladimi? Hurmatli Xurshid Yusupov, O'zbekiston xalqi millatchi emas. Bu degani siz bemalol tojik, Ozarbayjon, qirg'iz yoki qozoq bo'lasizmi? O'zbekiston sizni hech qachon millatingizga qaramaydi. Avtobusga chipta oling, o'tiring va bemalol manzilingizga yetib oling. Surayyo Halilova: Assalomu alaykum. Men 7 yildan beri bez dokument yuribman. Kelganimda boshda patent qildim. Keyin qizil pasportni chiqdi. Men pasportim ko'k edi. Ketsam hech narsa qilmaydimi? Reyestrga tushibman. Hurmatli Surayyoxon, iloji boricha 30-aprelgacha Rossiya hududini tark eting va sizga hech nima bo'lmaydi. Umarali Qosimov: Salom, Rossiyaga kirish taqiqim yo'q. Patent olishga 1 yilga taqiqim bor. 11-26 asosida patent olsam bo'ladimi? Javobingizni kutaman. Patent olish arizasini xato yozding deb taqiq qo'ygandi. Oldindan rahmat. Hurmatli Umarali, agarda siz hozirda Rossiya hududida bo'lsangiz, bemalol 11-26 ukazi bilan patent topshirib, patent olish huquqiga egasiz. Eslatib o'taman, faqatgina Rossiya hududida bo'lsangiz. Qanaqa kasblarga olinsa bo'ladi ekan? VNJ shikini ham ayting-da, iltimos. Qanday kasblarga ekanligi bizni Dilshod Davlatovich Telegram kanalimizga o'tib bemalol o'qishingiz mumkin. Lolaxon Olimova: Assalomu alaykum ko'rsatuv ijodkorlari. Biz Yekaterinburg shahridamiz. Dokumentga harakat qilganlarga o'chirt olish juda qiyin. Odamlar onlayn o'chirt olish uchun 100 marotabadan oshiq telefon qilishadi. Javob yo'q, shunda odamga vaqt kam. Yana ozgina o'zgartirarmikan? Men ham reyestrdaman. Dokumentga harakat qilsam-u, boshqa qila olmasam-chi deya o'ylanib turibman. Vaqt kam qolgan. Avvalo Allohga tavakkal. Rahmat javob uchun. Hurmatli Lolaxon, Aminisa, ya'ni 11-26 prezident ukazi 2025-yil 5-fevralda kuchga kirdi. Salkam 3 oyga amnistiya berildi. 3 oy hammaga muhlat berildi, imkoniyat berildi. Ana endi bor yo'g'i bir necha kun qolganda, menimcha imkoniyat so'rash noto'g'ridir. Harakat qiling iloji boricha ulgurishga. Bo'lmasa chegaraga shaxsan o'zingiz borib qaytib kiring. Men chegaraga kirdi-chiqdi qilib registratsiyaga topshirdim. Agar ulgurmasam patent bermaydimi? Chunki patentim kuygandi. Iltimos javob beringlar. Kim bilsa oldindan rahmat. Hurmatli O'tkir, hozirgina aytib o'tganimdek 5-fevral kuni qaror o'z kuchiga kirdi va qaror o'z yakuniga 30-aprel kuni yetadi. Bu yog'i tavakkal, Xudo xolasa topshiring, ulguring va patentni qo'lga oling. Sizga omad tilaymiz. Hurmatli aka-uka, opa-singillar, agarda siz kommentariyada savolingizga javob olmagan bo'lsangiz, bizning Dilshod Davlatovich Telegram kanaliga o'tib kommentariyada savolingizni qoldiring va biz sizga albatta javob beramiz. Ha aytgancha, eslatib o'taman, 20-aprel Moskva vaqti bilan soat 20:00 da Dilshod Davlatovich Telegram kanalida jonli suhbat bo'lib o'tadi. Savollaringiz bo'lsa, ertaga 20:00 da Dilshod Davlatovich Telegram kanalida uchrashguncha salomat bo'ling. Dilshod Umarov.